Temir yetishmasa, tanada nimalar sodir bo'ladi? Temir organizm uchun eng muhim minerallardan biri bo'lib, u gemoglobin hosil bo'lishida ishtirok etadi. Gemoglobin qondagi kislorodni butun organizmga tashiydi. Agar organizmda temir yetishmasa, temir tanqisligi va keyinchalik kamqonlik, anemiya rivojlanishi mumkin. Temir moddasi yetishmasa, tanada qanday belgilar yuz beradi? Tez charchash, holsizlik, bosh aylanishi, teri oqarishi, nafas qisishi, ayniqsa jismoniy harakatda, yurakning tez urishi, diqqatni jamlay olmaslik, bosh og'rig'i, soch to'kilishi va tirnoqlarning mo'rtlashishi, qo'l va oyoqlarning sovuq bo'lishi, ba'zan muz, tuproq yoki bo'r kabi narsalarni iste'mol qilish istagi. Kimlarda ko'proq uchraydi? Homilador ayollar, hayz ko'radigan ayol, o'smir va bolalar, qon yo'qotadigan odamlar, go'shtni umuman iste'mol qilmaydigan ayrim toifadagi insonlar, oshqozon ichak kasalliklari sabab temir yomon so'riladigan bemorlarda bu holat ko'p uchraydi. Temirga boy mahsulotlar mol va qo'y jigari, qizil go'sht, baliq, tuxum, ismaloq, loviya, no'xat, mosh, yasmiq, qovoq urug'i, mayiz va quritilgan o'rik. Maslahat: temirga boy ovqatlarni C vitamini, limon, apelsin, kivi, bulg'or qalampiri bilan birga iste'mol qilish temir so'rilishini yaxshilaydi. Choy va qahvani esa ovqatdan kamida 1-2 soatdan keyin ichish tavsiya etiladi, chunki ular temirning so'rilishini kamaytirishi mumkin. Agar sizda uzoq davom etayotgan holsizlik, tez charchash, bosh aylanishi yoki oqarishi bo'lsa, qon tahlili topshirish maqsadga muvofiq. Temir preparatlarini esa shifokor tavsiyasi bo'lmasdan turib qabul qilmaslik kerak, chunki ortiqcha temir ham organizm uchun zarar yetkazishi mumkin.